G'arbiy diyor Toshqalma komandasining xizmatlari eng oxirgi minutlargacha chaddaslik bilan kurashdi. Maydon sirtida madad tilayotgan o'quvchilarmi kuchining boricha vaqirab madad berdi. Tomoshabinlarning qizg'in madadi, moyirlarimizning tirishchanligi orqali bu qitimli musobaqa 2-0 natija bilan oxirlashdi. Reperning musobaqani oxirlashtirish kuchliga chilishi bilan tang maydondagi har bir shinjonlik hayajonli belgiga bo'ldi. Madad berayotgan Şinjanlik o'quvchilar ostidan samo ritmiga tushirib, olqish sadolari ko'tarildi. Şu tapda hammamiz his hayajon ilkida shodlik kulkularimizni bir-birimizdan o'chiramay qolgan edi. Har qaysi universitetlardan kelgan o'quvchilarni o'z yurtda bizda qarindoshlarni uchrata olganligining ustiga mushundaq shalliq qalbiga guvoh bo'la olganligidan bo'lsa kerak. Hayajonlanganligidan hatto ba'zilarining og'ziga keldi. Sizga samimiy universitet bilan qanday xo'jab bo'lgan? Undan keyin shunday musobaqalarni ko'p bolalarning uyushchanligini oshirishni umid qilmayman. Rahmat. Xubey Bidalov universiteti. Biz Xubey Bidalov. Sizlarcha qaysi maktabga kelganlar? Xubey Bidalov. Xubey universiteti. Xubey universitetidan Bog'dindan keldik. Jarronga ataychamiz Şinjan Tasalma komandasining musobaqasini ko'rganlar. 2 saat to'yib o'tirib Xubey universitetiga keldim. Musobaqa maydonidan chiqqandan keyin havaskorlar bizni mehmonxona oldiga chiqib keldi. Mehmonxona oldida hammaylar birga kollektiv xotira suratga tushgan ekan. Biz sheriklimizga havola qilgan bir qanchalarning ko'ngil sovg'isini o'quvchilarga taqdim. Qarindoshlarning o'zlariga mundaq ko'ngil bo'lganligini, ozg'ina bo'lsa-mu ko'ngil sovg'isini yo'llaganligidan ular teximi suyundi va rahmat qildi. Ularning chiroyida ifodalangan kulgidan naq maydondagi hammamizning ko'ngli ezildi. Biz ularning o'z yurtda hargizmi g'ayrat his qilmay, qizg'in o'g'inish kayfiyatini davomlashtirish bilan birga kelgusimiz uchun, yuzimizning yo'riq bo'lishi uchun yaramli iqtisodlardan bo'lib chiqishini tilashdik. Musobaqada g'alaba qilganlik sababidan mekin tang kashli qiza bizga odatdan tashqari tamlik va yeyishni buyurdi. Kashli qizadan keyin komanda a'zolari bilan birga Aldirash Kinash markaziy televiziya stansiyasining G'arbiy diyor Toshqalma komandasining tunji Soyibxon musobaqasi haqida ishlangan maxsus filmni ko'rish uchun yataqqa chiqildi. Bolalarning kayfiyati nihoyat yaxshi. Shundaq ruh. Hatto ba'zida o'zining naq maydondagi holatini ko'rib, qaqoqlab kulib ketadi. Yig'ib kelganda o'zlari yaratgan shu tarixlarni qaytadan varaqlab, o'z hissiyotidan biz bilan o'rtoqlashadi. Albatta, shu tapda yolg'iz bizlar Şinjan'ın nurgun top mestanlarının gözü bu maxsus filmga qaradi.球衣号码17号，场上位置边前卫，名字卢启昌，愿望是早日上场吧，早点上场吧。好，谢谢。5月23场上位的守门员，24号。愿望呢就是希望自己在未来道路上走得来风顺利。球衣号码19号，姓名张兴军，职位吧边前卫，愿望吧希望通过一级联赛进球来回报新疆吧。Kiyim numaram 2 numar, o'rnim sol bek, bizdan qanday
Arzuyimiz bizning Taşmaydan bo'ldi. Vaqtlarimizga top kirgizmadik. Mushu injilense Türkçe Xudoyim bo'lsa top kirgizmaslikka tirishimiz. Meni ismim Serkan, komandada 11-nömer, o'rnim hujumchi. Shu anda ushbu fursatni yaxshi tutib, oldida fursatdan tutib, komandaga azroq qo'shmoqchi. İsmim Merdan, kiyim numaram 25, numar meydandan, o'rta meydan o'ynayman. Arzuyim maydonda bizning hujumchilar yaxshi pas berib, ularning o'yiniga yordam qilsam. Faqat mezdan setgandan keyin yaxshi tushundim. It's my time, it's my life. I can do what I like for the price of a smile. I gotta take it to ride, so I keep living, 'cause it feels right, and it's so nice, and I do it all again this time. It's forever, it gets better, and Benim ismim Mahmud. O'rnim Yalnbek, Onkara qo'ya o'ynayman. Maydon 2 numar 18. Bu komandaga men 2010-yilda kelgan. Shu kelgan 2 yil bo'ldi hamda 2010-yilda musobaqa o'ynab Adidas berdi. 2 yilda Yaju. Uyda 2 akam va 1 singlim bor. Dadamlar ham xizmatsiz. Dadam o'zilik baqqalchilik qilib Shu arzuyim Xudoyim bilsa hamda yaxshi tepib Joncho odamsiz hamda yaxshi komandalar berib, pul tepib hamda uyni yaxshiroq beqishim deb o'ylayman. Yaxshiroq baqsan deb o'ylayman. Ota-onam rozi qilsin deb o'ylayman. İsmim Ahmetcan. 93-yil 2-aydan 9 tug'ilgan. U ham Qashqardan, o'zim Otif tug'ilgan. Dadam, opam o'qituvchi. Dadam da idora ishlaydi. Uyda 3 bola bor, akam bor, singlim bor. Burun 7 yosh vaqtimda Qashqar bir futbol sinfi qurilgan edi, G'inrajim deb. Shunga kirib kelgan. Aniki u yerda turib 2005 aniki men So'nchanaga inib keldim. So'nchanada nima qilib So'nchanada 2009 aniki mashinja komandasida mishada hozir nima qilib o'taman. Kichik vaqtdagi orzuyimda dadam shofer emas, mashina qiziqdim lekin. O'zim mashina qiziqdim. Hozir qiziqaman. Orzuyim shu o'ydikilim qattiq umidi cho'ng endi shu endi mush kesim tanlagan lekin cho'qim bir oxiriga chiqarib yaxshiroq natijaga erishishni orzu qilaman. Bunda yaxshiroq klublar bo'lib top tepish. Başlayatishni qilib top tepib oxiriga chiqarmoqchi. Mush kesim qilgan kim shuni bir şey chiqarib aytadi. Bu agar Shinjon klub qurilib qolsa hargiz ketmaymiz fikirga. Qancha masalan yuqori musobaqani o'ynayman, o'ttirib musobaqani o'ynab qolsaqmi, men ishga chiqmayman. Bu Shinjonga top o'ynayman. İsmim Erjet, o'zim Shinjon Cho'chekdan. 1993-yilda 1-oyda tug'ilgan. 2005-yilda shu Shinjon So'nchining futbol maktabiga kelgan. Onun 2005-yildan hozirgacha mana 8 yil bo'ldi, 8 yil bo'lay dedi. Oldida top maktabda o'quvchi-to'q. Hozir biya bo'lib, hozir Shinjon komandasida top tepatman. Uyda men o'zim yolg'iz bola. Aptadan bo'lsa o'qituvchi, cho'chak 2-o'rtada muallim. Boshlabda dadam bekmi onda qo'llab ketmadi, lekin opam qo'llaydi. Keyin endi o vaqtda tantarbiyaga shug'ullangan bolalarga o'qib inib kelib boshqa ish yo'qda qilgan. Shunga dadam sal qo'llamaydi. Keyin opamni qo'llab shu top maktabga kelib yaxshi bo'layotgan ekan. Yurtlar hozir qo'llaydi lekin. Endi har musoqni ko'rib chiqib endi ataydan ba'zi vaqt musoqni kelib ko'rdi, mashqlarni ko'rdi, pat-pat. Shu hozir qo'llaydi lekin. Uniki ma'lumda bizning o'zim ispitdan hamda Trialensening birinchi qator o'ynashim bo'ldi. Herhalde yaxshi o'ynab kelyapmiz. Yana shunda davomli o'ynab yaxshi natijaga qo'l yetkazishimiz kerak. Cho'ng orzuyim shu hozir shu Jungchoda qozoq millatidan tek bir topchi chiqmadi. Men orzuyim shu hozir Jungcho shu birinchi qozoq millatidan chiqib top o'ynagan topchi bo'lgim keldi.
Xuddi ko'pinchimizning o'ylaganiga o'xshash bu azmatlarmi futbolchilik kasbini oxirigacha davomlashtirdi. Mush kasbdan natija qozonib, Xinjiangliklarga shon sharaf keltirdi. Xinjiang futbolchiligini yolg'iz mamlakat tili emas, balki Osiyo, Yevropa, hatto dunyoga tunutish orzusi bor ekan. Shundoq, dastlabki qadamlarda turgan futbolchiligimizni rivojlantirib, taraqqiy qildirish yolg'iz bu azmatlarning orzusi bo'lib qolmasdan har bir Xinjianglikning orzusi. Futbolchiligimizni o'ylaganimizdek taraqqiyotga erishtirish uchun albatta yolg'iz futbol azmatlarimizning kuchishi kifoya qilmaydi. Yana nurg'un kishilarning qo'llab-quvvatlashi, yaqindan yordamda bo'lishi, top mastonlarining oqil bo'lishi muhim. Musobaqa natijasining qanday bo'lishidan qat'iy nazar futbol azmatlarimizni rag'batlantirishimiz, ularning ro'yi to'riga bo'lishimizga to'g'ri keladi. Ishimizki, har birimiz mushularni qila oladi ekanmiz. Futbolchiligimizni rivojlantirish, zo'r taraqqiyotlarga erishtirish hargizmi yiroq kelgusidagi ish emas. Azmatlarimiz, g'ayrat qilinglar. Biz sizlarning oxirgi jasorat bilan ilgirlashinglarga tilakdoshmiz. Shuning bilan birga yana ziyoratimizga yaqindan yordamda bo'lgan Markaziy xalq radio stansiyasidan Makliya Ibrohim, Abduxoliq Ahmadga rahmat aytamiz.